Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan qadrdon akalar, ukalar, hoji aka, hoji onalar. Sog'misizlar hammalar, yaxshimisizlarmi? Hammalarga xush kayfiyat tilayman. Hurmatli do'stlar, bugun katak yasamoqchiman. Mana shu to'g'imiz kataga o'xshagan ko'chma katak yasamoqchiman. Qo'llab turasizlar, qo'llashda davom etinglar. Buni videosini qisqa obzor qilib keyin bitgandan keyin ko'rsataman. Xudo xolasa, mana ikkala olib keldik. Bizga kerak bo'lgan mix va arra va drel. Xudo xolasa qo'llab turasizlar. Qani chiqar ekan? Ustachilikda eplaymanmikin, yo'qmikin? O'zlaringlar bir baho berasizlar keyin. Xudo xolasa oyoqlarni kesib oldik 1 metrdan qilib. 1 metr, 1 metrdan qilib. Bo'ylarni ham menimcha balandligi yaxshiroq bo'ladi. Bunga nisbatan sal balandroq bo'lsa yaxshi. Bahogina bo'ladi yana ham. Chunki tranki katta bo'lishi ham bor. Teng balandlikka. Bu 50 sm bo'ladigan bo'lsa, bu 1 metr bo'ldi. Xudo xolasa, yozikingan bahogina joy bo'ladi. Qani ketdik, boshladik bo'lmasam yana qolganimni. Xo'p, mana do'stlar, uncha noqulaylik uchun oldindan uzr so'rayman. O'zimligim uchun sekin qisqa qilib olyapman. Keyin bitta qo'shib tashlayveraman. Mana shu holatda bu olyapman-da, endi mana shu yerdan mana shu turishda shunday qo'yib qotirib olaman. Chunki o'zim zinadan foydalanyapman. Ag'ini zinaga qo'yib oldim. Ba'zan sekin qo'yib qotirib olamiz endi xudo xolasa. Xo'p, drellarni ishlashi qanday? Mana boshladik. Do'stlar, xudo xolasa ikki tomonga ramkani qilib oldim. Endi yenini 2 metr qilmoqchiman. Nima deysizlarmi? Hali hamon shu zinadan foydalanyapman. U zinani ham katta yordam tegyapti. Mana shunga suyoqyapti, bo'lyapti mana. Lekin oson emas ekan. Lekin amallasak uddalaymiz hammasini. Ustakalar ham sog' bo'lsanglar, ustakalarga oson emas ekan mehnat qilish. Nima, ziravorlar, qo'lingizga ham ziravorlar kirar ekan. Ustakalarimiz ham mehnati rohatini ko'rsanglar. Zo'r, xudo xolasa. Qani qilib boraveraylikchi. Xullas, o'rtoqlar, bo'yi balandligi 1 metr bo'lyapti. Uzunasiga 2 metr, xullas aylanasi 2 ga 2 bo'lyapti hamma tomoni. Kvadrat. Qani qilaveraylikchi, Alloh quvvat bersin. Davom etamiz yana. Ramkamizni ham bitirib oldik. Hop, balandligi 1 metr. Yana hamma yog'i 2 metrdan 4 metr bo'ldi. Xudo xolasa. Mana bu ikkasini bittadan qo'ydim. Nima deysizlar shu joyiga? Bunga ham kashayib qoladi, meta yana kashay yasayotmaydi dedi. Ishga qo'yib qoldim. Shundan ekan ham qolaydi mana shungacha. Nima deganda 30-40 sm yo'lga ketardi. Shu uchun tutda pas. Bu tomonlarni ham mana ichki tomondan qo'ydim. O'zi kashay bo'lish hisobiga. Endi biri mahkam ushadi xudo xolasa. Qani yasab boraveraychi. Ko'ramiz yana qanday chiqar ekan. Kuzatishda davom etinglar do'stlar. Mana endi keyingi tabiga bellariga beldamlarni qo'yib olamiz. Hop. O'zimizga tomoniga. Bu tomonga qo'yamiz. Xudo xolasa mana to'rtta tomonni shu bel tomoniga belni ko'tarib turish, yana baquvvat bo'lish, setkani mahkamlik hisobida shunday holatda qo'yib olaylik. Ana. Endi shunday qilib tepalarga qo'yamiz keyin. Tepalarga qo'yganimizdan keyin o'zi tayyor. Atrofini tepasini tent bilan o'rab turib, oldiga bitta eshikcha va setkani o'zi qolyapti keyin xudo xolasa. Ana boshladik bo'lmasam. Mana do'stlar, tepalarni ham qotirib oldik mana. Nima o'ylaysizlar buni? O'xshayapti xudo xolasa. Mana tepalarni ham mahkamman borgan sari mahkamlanib boryapti buni. Xudo xolasa endi hop teshik yasasak, keyin tentlar bilan o'raymiz xudo xolasa. Boshladik bo'lmasam bizga kerak bo'ladi.
eshik uchun materiallar deb materiallarimiz bor. Ana o'xshayaptimi? Xudo xolasa o'xshayapti. Mana buni kattasi. Hurmatli obunachilar, kuzatib boryapsizlarmizni. Bu bir ish bilan tashqariga chiqdim. Mana shunday narsa uchrab katta uchun juda boy bo'ldi. Mana shu tentda sotib olaman deb chiqdim. Alloh nasib qilib yo'limda uchrab qoldi mana shu narsa. Endi shu bilan o'rab chiqaman endi shuni. Xudo xolasa mo'ljalda yonlari-yu tepa qismiga yetadi. Shunda oldi tomonni o'zi qolyapti, mana shu oldini o'zi. Oldin mana shunday oldini o'zini setga qoplayman-da, qolgan tomonni Xudo xolasa mana shu tent bilan o'rayman turibman mana. Xo'p, mana oz fursat qoldi, Xudo xolasa bitishiga ham. Zichcha harakat, ozgina harakat bilan Xudo xolasa bo'lyapti mana. Katta rasxot talab qilmadi, Xudo xolasa 2 ga 2 balandligi 1 bo'lyapti. Bunda ketyapti. Xo'p, 350 millik reka olib kelgandim. Qolgani ortib qolyapti mana. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 ta. 14 metr ortyapti ekan bu. Yana bitta kattaga chiqadi. Xudo xolasa. Uni ham bitta yasa olamiz, bir kunimizga yarab qoladi. Bir qo'ymadi kelamiz ham Xudo xolasa. Mana shunday qilib do'stlar, yaxshi niyat yarim davlat. Alloh nasib qilib mana shu kunlarimiz oson bo'lyapti Xudo xolasa. Oz qoladi, tentni ham o'rab olay, keyin bitta ko'rsataman Xudo xolasa yana bitta. Kuzatishda davom ettiringlar do'stlar. Mana hurmatli do'stlar, Xudo xolasa katagimiz o'tyapti. Bu eshikchasi bu. Mana. Qalay chiqdi, nima deysizlar? Mana do'stlar. Ichlari yorug'ligi ham ancha yaxshi. Endi Xudo xolasa oldiga setkasini tortsak, şimdi oldi qismiga setkani tortamiz Xudo xolasa. Hamma yog'i mana shu holatda o'ralyapti. Tentlar bilan mahkama chiqyapti Xudo xolasa. Shunday qilyapti, steplar bilan. Shunday mahkamaga qolyapti mana shunday. Ana. Turlarni kommentarga yozib qo'yinglar. Qalay chiqdi, bir baho berib yuborasizlar. Mana biz ham qilsak bo'laverar ekan, qo'ldan kelaverar ekan mana. 2 ga 2 bo'ldi, balandligi 1 bo'ldi. O, ustachilik qilgan bo'laverar ekan mana. Shaytadiku, odam qilgan ishlarni qilaveradi. Mana do'stlar. Endi setkalarni ham olib kelib, joylab qo'yib qo'ysak, Xudo xolasa juda ajoyib joy bo'ladi. Mana hurmatli do'stlar, Xudo xolasa katagimiz ham setkalarni mahkamlayapmiz. Teplarlab urib qo'yapmiz mana mahkam qilib. Oldin tishalarda mixlar qoqayotardi, hozir qarang. Texnologiya davri. Osongina taqiladi, qoqalas ekan. Mana do'stlar. Mana shu tartibda Xudo xolasa bitirib tashlaymiz. Mana Xudo xolasa eshiklarini ham qopladi. Shunday qoplab kelamiz. Eshiklari ham tayyor mana. Mashinalar qo'ydik. Ochilib bikilishlari. Mana ichlari Xudo xolasa. Yorqinligi ham yaxshi, adashmasam. Mana shu holatda yozuvchi amallab turamiz. Ishga borgandan keyin ustiga penoplastdan tashlab turib, qaliroq qilib atroflarini yana bir sitir o'rab chiqsak, Xudo xolasa. Yo'llarni. Qishda ham ishlasak bo'laveradi keyin. Mana Xudo xolasa do'stlar, katagimizga bir baho berib o'tasizlar. Qalay chiqdi mana Xudo xolasa. Eplasak bo'lar ekan. Qo'ldan kelar ekan mana. Ozgina harakat qildik, vaqt ajratib. Mana materiallarni olib keldik, chiqdi. Xudo xolasa, ancha ko'ngildagidek bo'ldi. Go'jalarga ma'qul tushsa kerak. Mana do'stlar, sog' bo'lasizlar. Shunday videoroliklar ma'qul bo'lib turgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishni nasib qilsin. Salomat bo'lasizlar, borlaringga shukr, xonadonlaringga xotirjamlik, fayz, barakot tilayman ilohim. Yaxshi niyatlaringga yetib yuringlar, farzandlaringni baxti kamolini ko'ringlar. Bizni qo'llayapsizlar, Alloh sizlarni qo'llasin. Rahmat.